Mamlakatdagi tinchlikni va xavfsizlikni mana shunday chin posbonlar ta'minlab borishadi. Assalomu alaykum. Tezkor chaqiruv loyihasining navbatdagi soni efirda va bularning faoliyatini yoritib borishni biz boshlaymiz. Kuzatib boring. Ular haqiqiy erkak emas-da. Yonida turganiga xushbo'y hidda yonida bo'lib qoldi. Shunga men sifatga berilib, o'zim ishonmay shunaqa bo'lib qoldi. Narsalarni yozib ketayotganda ham kelib qolishdi. Kim keldi? Ha, bu yoq ishimda hammaning. Ichki ishlar. Ha, ev xodimlari. Kim basharasidan ham bilinmaydi. Aka o'rtog'ini oldiga kelganligini biz ham ko'rmay qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu video jamoatchilikning keskin muhokamalariga sabab bo'ldi. Surishtiruvlar jarayonida avtobusda yo'lovchi sifatida ketayotgan boshqa bir fuqaro bu holatni ko'rib, tasvirga olganligi ma'lum bo'ldi. Videoda ko'rinib turibdiki, avtobusda yo'lovchilar ko'p bo'lgan, lekin hech bir odam bu holatni to'xtatmagan. Axir bu qizning o'rnida bizni farzandlarimiz ham bo'lishi mumkin edi-ku. Shunday ekan, e'tiborli bo'laylik. Erkak emas ularga. O'zini 1-2 soatlik qanaqadir rohat uchun butun umrlik hayotini kesib tashlash kerak emas. Unaqa qilishmasligini so'rardim. O'ziga qaytadi baribir bir kun. Ular haqiqiy erkak emas-da. Haqiqiy erkak bo'lsa, ayollarni hurmat qilishni biladi. Ularga gapirgan bilan menimcha foydasi yo'q. Xudo insof bermasa bermaydi. O'zini ukasi, singlisi bor. O'shalarni ham hurmatini ko'rsatadi-da o'shada. Ayollarga bo'lgan munosabatini. Shilqim bilan gaplashish maqsadida biz jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tasarrufidagi maxsus qabulxonaga keldik. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu shaxs muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan sudlangan. Biroq shunga qaramasdan u o'ziga tegishli xulosani chiqarmagan ko'rinadi. Bunchadan chiqdim. Yerda družbalarda chiqib qoldi. Yonida turganiga xushbo'y hidda yonida bo'lib qoldi. Shunga men sifatga berilib, o'zim ishonmay shunaqa bo'lib qoldi. Keyin shu video tarqalgandan keyin ichki ishlar telefonda chaqirib qolishdi. Uchrashdik, keyin olib ketishdi. O'zingizni farzandlaringiz bormi, qizlar bormi? Bor, Noto'g'ri ish emasmi? noto'g'ri. Anglab yetdim. Bu holatda hech qachon qaytarilmaydi boshqa. Chuqur afsusdaman. Xo'sh, shilqim erkakka nisbatan qanday chora ko'rildi? Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41.1 moddasiga asosan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun to'plangan hujjatlar Chilonzor tuman sudiga taqdim etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi tomonidan shilqim erkakka nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41.1 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga shu modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Har bir jinoyatga jazo muqarrar. Shunday ekan, o'z yo'lingni o'zing tanla. Oxirida pushaymon yemasang bo'ldi. Xavfsiz hudud dolzarb 10 kunlik keng qamrovli profilaksik tadbirlar oyligi davomida Chilonzor tumanidagi aynan mana shu ortimizdagi bilyard klubida voyaga yetmagan shaxs borligi aniqlandi. Birgalikda oydinlik kiritamiz. Hujjat 15-20 kun bo'ldi. Yerda ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Nima ish qilasiz? Shu qarashib yuraman, barning ichida ofitsiantlik. Uydagilar qayerda? Uydagilarim oyim Qozoqda edi. Qozog'istondan. Ha. Siz yerda kim bilan turasiz? Ha? Kim bilan yashaysiz? O'rtoqlarim bilan. Bitta o'zmi? O'rtoqlarim bilan. Yo'q. Qarindoshlarmi bormi yo bir o'zingiz qolganmisiz? Ha, Hech kim yo'q. oilamdanmi? Yo'q, oyim Qozoqda edi. Hozir kim bilan turasiz? O'rtog'im bilan turaman o'zim. Vasiy qilib ota-onangiz kimdir biriktirib ketmaganmi bu yerda? Yo'q, hozircha yo'q da aka. Nazorat bilan vasiy qilib hech kim biriktirib ketmagan, siz tashlab ketmagan kimgadir. Yo'q, tashlab ketmaganda. Shunaqa bo'lib qoldi aka. Sal og'riq nima bo'lib qolganda. Adingizlarchi? Adamni kusalar. Keling, ukajon. Siz
Sizchi? Yoshingiz nechida? 16 ga. 16da. Bitta nima ish qilasiz? Ham sen girgittonlik. Ofitsiantlik. Shu qarash yuraman, shu kamchiligiga chetda. Anchadan birimi? Ya'ni ozgina bu. Qancha? 1 oy ichi. Uydagilar Bilishadi uydagilar. Vaqtli chiqardim bugun ozgina men odam ko'pligiga ozgina qarash qolib ketib qoldim. maktabchi. Maktabga har kuni vaqtli boraman. Litsey. Soat nechida uyga ketasiz? Har kun 10 ga ketardim, bugun ko'rsa odam ko'pligiga ketgani ozgina qarash yordam tegsin dedi. Soat mana 11dan oshdi-da. 10 ga kelishgan. 10 ga narsalarni yig'ib ketayotgan ham kelib qolishdi. Kim keldi? Ha bu ham kimlar hammaning. Ichki ishlar. Ha, bu xodimlari. Bu mana hozir bilyard klubiga kelinganda voyaga yetmagan shaxslar aniqlandi. Voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuboriladi, ota-onasi kelgunigacha. Kuni kecha Chilonzor tumani patrul post xizmat xodimlari qo'lida taqiqlangan modda bor shaxsni qo'lga olishadi. Ularning bolachon tezdan asrashni qo'lingizga oladi. Qani tezdan olasiz. Qo'lingizga olasiz. Nima esa? Boshqa narsa yo'q cho'ntagingizda? Ushbu noma'lum narsa cho'ntaginglardan chiqdi. Biz gumonlanuvchi bilan suhbatlashish maqsadida Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga yetib keldik. Men klientim bor edi, shu telefon qildi. Soat 8:30 atrofida. Shu Chilonzor atrofida yurdim. Keyin u Do'mbrobod tomonga borgin dedi, Perez tomonga lokasiya tashib berdi. Lokasiya tashib bergan joyini men tushunmadim, to'g'risi. Qanaqadir metkalar bilan tashib berdi. Unaqa narsalar bilan ishlamaganman men. Bordim, keyin 10 minutcha poylab turing dedi, keyin topolmaganimdan keyin bola chiqdi. Bola shu qo'limga noma'lum narsani berdi. 5-10 qadam yurganim yo'q. PPS xodimlari kelib, shu qo'limdagi narsani ko'rsatdi, mana shu narsani oldim deb. O'zim taksiman, taksi sohasida ishlayman. Bilsam u narkotik vositasi ekan. Xodimlar aytishdi. Qora izlanda ko'rilgan. Qonuniy chora ko'rish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limiga olib boramiz. Hozirda ko'rasizlar, mana ushbu fuqaroni shimining o'ng tomonidan chiqotdi. Ushbu narsa siznikimi? Sizdan chiqotdimi? Cho'ntagingizdan? Hech kim solib qo'ymadimi? O'zingizdan chiqotdi, to'g'rimi? Bu xodimlarga hech qanaqa da'vo e'tiroz yo'qmi? Men afsusdaman, to'g'risi. Bunaqa narsa meni cho'nchagimdan chiqadi deb hayotda o'ylamaganman. Hurmatli taksistlar, diqqat bilan eshiting. Mijozim aytdi 4 so'm 5 so'm pul ishlayman deb uni aytganini qilib, oxirida esa taqiqlangan modda bilan qo'lga tushishni istamasangiz, ogoh bo'ling. Ko'zingizni esa kattaroq oching. Chilonzor tumanidagi tungi klublarning birida voyaga yetmagan shaxs borligi aniqlandi. Holatni esa tezkor chaqiruv atroflicha o'rganadi. Necha yoshsiz? 17. 17 yosh. Nimaga keldingiz bu yoqqa? Dugonamni oldiga. Dugonangiz nima qiladi bu yerda? Ishlaydimi yo dam olishga kelganmi? Ishlaydi. Necha yosh dugonangiz? Dugonangiz necha yosh? 2006-yil. Siz o'qiysizmi, ishlaysizmi? Yo'q, maktabni bitirganman 11da. O'z qayerdansiz? Sirdaryo. Uydagilar qayerda? Sirdaryoda, ayam Toshkentda. Ha, bu yerda oyingiz bilan turasizmi? Oyingiz xabarlari bormi? Bu yoqdaligingizdan. Ha, bor, dugonam oldiga deb chiqqanman. Kechki payt voyaga yetmagan shaxslar yolg'iz yurishi mumkin emas, bilmaysizmi? Bilmayman. Bilasizmi? O'zi endi keldim, hozir ketmoqchi edim. Mayli, baribir biroz chiqish mumkin emas-da. Yo vasiysi bo'lish kerak, yo bo'lmasam ota-onasi bir kishi bo'lish kerak-da. Shu bilan birga chiqish kerak. Onam Toshkentda turadi aka. Mayli, ular bilan birga chiqish kerak-da, yo'qmi bo'lmasa. Keyingi marta bunaqa takrorlanmaydimi? Ha, bir o'zim ko'chaga chiqmayman boshqa. Qanaqa kirdi bu yerga voyaga yetmagan shaxs? Men klient bilan ovora bo'lganda ko'rmay qolganman, o'zi kirganini aytib nima qilganda tekshirib kelgan paytda bir marta Ahmadjon voyaga yetmaganlar tekshirib ketuvdi, yo'q edi. Keyin basharasidan ham bilinmaydi aka voyaga yetmaganligi. Kim oldiga kelgan? O'rtog'ini oldiga kelgan ekan. O'rtog'i voyaga yetgan, 20 yosh ekan, tekshirib ko'rishdi. Shundan keyin biz ham ko'rmay qolibmiz. Ko'rgan taqdirimiz ham politsiyam ko'rinmay, bilinmaydi-yu, o'sha voyaga yetmaganligi. Shu Agar bilgan taqdirda sizlar ruxsat bermaysizlar. Aka nima kerak? Bilamiz qonun qoidani bilganimiz uchun kafe ochganmiz.
qanaqa minimalka shtraf borligini ham bilamiz hammasini. Ha deb voyaga yetmaganda kirgizib turib shtraf to'lavergandan ko'ra uchi kirgizmaymiz aka. Misol qolgan mana ko'ryapsiz, ishchi qizlar bor, ofitsiantkalar bor. Misol hammasi voyaga yetgan. O'rtog'ini oldiga kelganligini biz ham ko'rmay qolamiz. O'tkazilayotgan dolzarb 10 kunlik tadbiri davomida Chilonzor tumani Lutfiy mahallasida joylashgan tungi klublarning birida voyaga yetmagan shaxslar borligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha voyaga yetmagan shaxsning ota-onasi chaqirtirish choralari ko'rildi. Hozirda tungi klubning egasiga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188-moddasining 2-qismi bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Xavfsizlikni, tinchlikni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari muntazam tunu kun ta'minlab borishadi va bularga yordam qo'lini cho'zish siz fuqarolarning ham burchingiz ekanligini unutib qo'ymang. O'zingizni ehtiyot qiling. Tezkor chaqiruv bir haftadan so'ng yana sizlar bilan ko'rishadi. Omon bo'ling.